Shu labovoy standartdan o'tadi 100% san o'sha narsalarmi? Qaranglar mana. Yorug'lik o'tkazuvchan 30%, qoraytirilgan ayni gerbli uстановка qilib berdik, qaranglar. 100% standartdan o'tadi. Ichi ko'rinmayapti. Keyin bunga nima qilganmiz? Tonirovka urganmiz. Oldiga ham 100 urganmiz, orqaga ham 100 urganmiz. Bitta ichidan ko'raylik-chi. Bismillahirrohmanirrohim mana. Plyonkani zo'rani orqada o'zini eski plyonkasi, buni laboy urmadi, eshiklarga urdik. Bitta ko'raveringlar. Quyosh tushib agar telefonni ko'zini nima qilmayotgan bo'lsa, telefonga, kameraga laboyga qora gerbli hozir mana bu anaqalar uстановка qilib beramiz. Xullas, yaxshi Gentraga 1,5 million so'm sarfladik. Agar sizda ham shunaqa mashina bo'lsa, 1,5 million so'mga shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Qarang, ichi umuman ko'rinmay qolgan. Standartdan 100% o'tadi. Endi oldi eshik 100% lekin. Xullas akalar, ichi umuman ko'rinmaydi. Xudo xolasa, shunaqa xizmatlarimiz bor. Kesalang, agar sizda Gentra bo'lsa yoki boshqa mashina bo'lsa, aloqaga chiqsiz gaplashamiz. 1,5 million so'mga shu mashinani cho'tchi qilib beradi. Hozir sveji bir qator artamiz. Vobshe bor. Glyansiga bitta bahoga yuvilsa bundan ham zo'r bo'ladi.